Siz bulutning eg'ir yoki yenikligi haqida o'ylab baqdingizmi? Sizningcha o'ttiruvchi bulutning eg'irligi qanchalik kelar? Texmi oddiy qilib so'rasam, sizningcha bulut eg'irmi yoki yenikmi? Bu haqda izlanmagan, aniq ma'lumotga ega bo'lmagan kishilarning ko'p sonligi bu savolga bulut yenik deb javob berishi mumkin. Chunki bulut butunga o'xshash osmonda laylab turadi. Lekin Qur'on Karimda bulut tilg'ilingan vaqtida eg'ir degan sifati birga qo'shilib tilg'ilinadi. Masalan, Alloh taolo Sura A'rofning 57-oyatida: "Va huvallazi yursilir riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta iza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat." Alloh taolo rahmeti bo'lgan yomg'irni avatishdan ilgari bishoratchi qilib shamollarni avatidi. Shamol eg'ir bulutlarni ko'targan chaqda biz u eg'ir bulutlarni qag'jirab ketgan yerga suraymiz va uningdan yomg'ir yog'dirish orqali xilma-xil mevalarni chiqaramiz. Buningdan boshqa oyatlarda Alloh taolo bulutni tilg'agan vaqtida sahabat thiqal, eg'ir bulutlar deb sifatlaydi. Ammo hozirgi ilm-fan bulutning eg'irligi haqida nima deydi? Davrimizdagi tadqiqotlar natijasi bulutlarning eg'irligi haqida hayron qolarlik sonlarni o'ttirib qo'ygan. Har qanday ilmiy maqola manbalaridan bu haqdagi uchurlarga erishamiz. Masalan, Wikipedia'dagi bulut haqidagi maqolada bulutning eg'ir ekanligi 1 kvadrat metr bulutda taxminan 5 gram atrofida suning borligi so'zlanadi. Va bizga kichik ko'ringan bulutlarning necha kilometr keldiganligi, hatto bulutlarning qililigi bir-biriga o'xshamaydigan qalin bulutlarning borligi so'zlanadi. Masalan, hammamizga tanishib bo'lgan mashhur Cumulos degan bulutda taxminan 300 ming tonna suv ekan. 50 kvadrat kilometr ko'lamdagi bir shaharga 1 santimetr qalinlikda yomg'ir tashlagan bulutda taxminan 500 ming tonna suv bo'ladi ekan. 1,5 million tonna suv bor degan gap. Shuncha eg'ir bulutlarning ostidan tiraksiz, ustidan osmasiz holatda osmonda laylab turishi odamni haqiqatan hayron qoldirdi. Odamni texmi hayron qoldirdigini bulutning eg'ir ekanligi 14 asr burun bayon qilinganligi. Bu Qur'on Karimning shu eg'ir bulutlarni yaratgan Allohning kitobi ekanligining yana bir isboti. Ko'pinchimiz bilgandek atmosferada yer sharini o'rab turadigan bir qancha gaz qatlamlari bor. Bu gaz qatlamlari ichidagi ma'lum bir qavati sirtdan kelgan har qanday jism va tashlarning yer shariga bosib kirishini to'sib qoladi. Yana shuningdek atmosferadagi gaz qatlami quyosh nuri ichidan insonlarga va boshqa mavjudotlarga ziyonli nurlarni qaytaradi va insonlarga va boshqa mavjudotlarga foydali nurlarni o'tkazadi. Ya'ni atmosferadagi bu gaz qatlami inson va boshqa mavjudotlarga foydali bo'lgan nurlarni ayirib o'tkazadi va ziyonli nurlarni farqlandirib uni to'sib qoladi. Agar biz shu gaz qavatini Alloh yaratmagan, Alloh kontrol qilmaydi deb farz qilib qalsak, bu aqlsiz, jonsiz bo'lgan gaz qavati insonlarga va boshqa mavjudotlarga foydali bo'lgan nurlarni qandoq farqlantira oladi, qandoq ayiradi, bu odamni o'yga soladi. Bu yerda texmi odamni o'yga soladigan, texmi hayron qoldiradigan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu 14 asr burun Qur'on Karimda Alloh taolo osmonda, ya'ni atmosferada muhofazat qiluvchi bir to'soqni qilganligini bayon qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vaja'alnas-samaa saqfan mahfuza." Biz osmonni muhofazat qiluvchi o'gizi qildik deydi. Ya'ni biz ko'rayotgan bu bo'sh atmosferada bizni muhofazat qiladigan, bizga ziyonli narsalarni to'sadigan, bizga foydali narsalarni o'tkazadigan bir to'smaning borligi Qur'on Karimda bayon qilingan. Hozirgi turalmushunos olimlar birdek holda homila paydo bo'lib, tug'ilib bo'g'ichi bo'lgan orliqda 3 xil qapti bo'lganligini o'tirib qo'ygan. Ya'ni birinchisi onaning qurusoq tirisi, ikkinchisi balyotqu tirisi, uchinchisi balyotqu ichidagi homilni o'rab turgan bola hamiriyi. Bu 3 qorong'ulik yaqinqi ilm-fan davrida isbotlangan. Ammo Qur'on Karimda 14 asr burun homila paydo bo'lib, tug'ilib bo'g'ichi bo'lgan orliqda 3 qorong'ulikda bo'lganligi aynan shaklda tilga olingan. Alloh taolo Qur'on Karimda "Yaxluqukum fi butuni ummahatikum xalqan min ba'di xalqin fi zulumatin thalath." Alloh taolo sizlarni onanglarning qurusig'ida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib 3 qorong'ulik ichida yaratadi deydi. Bu xil hozirgi ilm-fan isbotlagan, ammo Qur'on Karimda 14 asr burun tilga olingan ma'lumotlar intayin ko'p. Bular Qur'on Karimning haqiqatan koinotning yaratquchisi Allohning kitobi ekanligini ro'shan ko'rsatib beradi.